Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 21:07 ni dehqondan ko'rsating deganlar uchun 21:07 avtomashinamiz sotiladi. Kraskalariga keladigan bo'lsak, kraskalari 50 kellik, 50 kellik, 50% bor deb aytishyapti. Oladigan odam ustalariga bemalol ko'rsatib, tekshirtirib olishlari mumkin. Balonlar o'rtacha holatda turibdi. Xo'sh, chexol ko'rlar tashlab qo'yilgan, barlar bor, rollari bor. Xudo mashinamiz ideal holatda turibdi. Kapotini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Kapotini bitta totib oling. Xo'sh. Mana motor holatlari mashinamiz metanda 100 talik temir balonlari bor. Xo'sh, undan tashqari mejikal pultlari ham bor. Barlar qo'yilgan, aytib o'tilgandek, rullar qo'yilgan. Orqa salon holatlari. Mashina ideal holatda turibdi ekan, yiliga qaraganda. Yili ham 2000-yil. Bemalol olib minishlari mumkin. Oladigan odam bitta olib turib, qiziqishga bitta himchiska qizib olib, diskalar taxossalaring zo'r holatga keladi. Dokument dokumentlaring bo'ladi, xohlasalang generalniy, xohlasalaring оформление qilib olishlaring mumkin. Motor ходовой коробкасida ishlaydi deyapti. Muslarda ham ovoz yo'q ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $2000 kamini qilib beramiz deyapti. Aytilgan narxga sotilmaydi. Bemalol telefon qilib, savdosini qilib olishlaring mumkin. Mashinamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida turibdi. Ekranni pastiga adresini va kommentariyga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol chiqib savdosini qilib olishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.